Qamar kitoblar do'konidamiz. Yangi nashrlardan Olim Oltinbekning Rauf Parfi shaxsiyati va she'riyati poetikasi deb nomlangan bir kitob. Men bu kitobda taqdimotiga o'zi qatnashmoqchi edim. Ya'ni taqdimot davomida Rauf Parfi qalamiga mansub bir she'rni o'qib bermoqchi edim, ammo qatnasha olmadim taqdimotga. Endi hozir videoda bo'lsa ham shu bir shoir qalamiga mansub bir she'rni o'qib bermoqchiman. Ey tuhmat, ayri dil, sudrangan ilon, tanimga chirmashib yirtar bo'g'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin a'moli nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdur vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahot teskari aylanmas borliq. Koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda. Rahmat.